Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 75-mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallam duolari bilan pishirilgan taomning hozir bo'lishi. Vosila ibn Asqa roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Ramazon oyi keldi. Biz ahli suffa qatorida edik. Roza tutdik. Agar iftorlik qilib og'iz ochmoqchi bo'lsak, ansorlardan biror kishi kelib iftorlik qildirish uchun bizlardan birimizni olib ketar va iftorlik-u saharlikni qilib berar edi. Bir kuni tun kirganda ham bizni taomlantirish uchun hech kim kelmadi. Ro'zador holda tong ottirdik. Keyingi kuni ham hech kim kelmadi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordik va holatimizdan xabar berdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xotinlarning har birinikiga yeydigan biror narsa so'ratib odam jo'natdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xotinlarining hammasi qasam ichib, uylarida jigarchalik biror yegulik qolmaganini aytib, borgan odamni quruq qaytardilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hammangiz yig'ilinglar dedilar va Allohim, men sening fazlu rahmatingni so'rayman. Albatta, ularning barchasi sening izmingda. Sendan boshqa biror kimsa unga ega bo'la olmaydi deb duo qildilar. Hech vaqt o'tmadi hamki, bir kishi izin so'rab pishirilgan qo'y va bir necha non ko'tarib kirib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taomni olishni buyurdilar. Men uni olib o'rtamizga qo'ydim. To'ygunimizcha yedik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biz Alloh taoloning fazli va rahmatidan so'ragan edik. Bu taom uning fazli, bizga bo'lgan rahmatini oxiratga qoldirdi, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 76-mo'jiza. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning duolari sababli Abu Hurayra onasining islomga kirishi. Abu Kasir G'ubari rivoyat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu yer yuzidagi har bir mu'min va mu'mina meni yaxshi ko'rib tilga oladi dedi. Men, "Ey Abu Hurayra, buni qayerdan bilasan?" deb so'radim. Abu Hurayra aytdi: "Men onamni islomga chaqirar edim. Onam menga bu borada ko'p mashaqqatlarni keltirdi. Men bir kuni onamni islomga chaqirganimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida menga yomon so'zlarni aytdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga borib, onamni ko'p bora islomga chaqirdim. Onam esa meni mashaqqatga soldi. Shunga qaramay men u kishini islomga chaqiraverdim. Natijada siz haqingizda noo'rin so'zlarni aytdi. Ya Rasululloh, Alloh islomga hidoyat qilishini so'rab, Abu Hurayraning onasi haqqiga duo qiling dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam onamning haqqiga duo qildilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duolarini xushxabar qilib onamga yetkazish uchun shoshildim. Yetib borganimda eshik qulf ekan. Eshikni taqillatdim. Mening kelganimni sezib onam kiyinib chiqdi. Boshiga ro'mol o'rab olgan edi. Onam menga muloyim bo'lgin deb eshikni ochdilar. Eshikdan kirgan vaqtimda ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh dedilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga qaytdim. Xafa bo'lganimda yig'laganim kabi xursandligimdan bunday yig'lab, "Xushxabar ey Rasululloh, Alloh taolo duoingizni qabul etdi. Alloh Abu Hurayraning onasini islomga hidoyat qildi. Alloh taologa duo qiling ya Rasululloh. Alloh meni va onamni mu'min bandalariga mahbub qilsin, hamda men va onamni mu'min bandalariga muhabbatli qilsin" deb aytar edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Allohim, bu qulingni va uning onasini mu'min bandalaringga muhabbatli qilgin.
ularni ham bu ikkisiga muhabbatli qilgin deb duo etdilar. Shuning uchun yer yuzida har bir mu'min va mu'mina borki, ular Abu Hurayra va uning onasini yaxshi ko'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 77-mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek do'zaxi bo'lgan kishi. Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mushriklarga to'qnash kelib, ular bilan jang qildilar. U zot sallallohu alayhi va sallam o'z askarlari tomon qaytgan vaqtda ular ham o'z askarlari tomon qayta boshladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalari ichida bir kishi bor edi. Mushriklardan katta-yu kichik biror kishini qoldirmasdan ortidan quvib yetib, qilichi bilan urar edi. Sahobalar u kishi kabi birortamiz jannatda mukofotga loyiq emasmiz deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ammo u do'zax ahlidan dedilar. Shu jamoatdan biri o'sha kishi haqida aytdi. Men uning doimiy hamrohi bo'laman. U bilan birga jihodga chiqib, u yugursa yugurdi, to'xtasa to'xtadi. U qattiq yaralandi va og'riqqa chiday olmasdan tezda o'lishni xohladi. Qilichini yerga qo'yib, tig'ini ko'kragiga to'g'riladi va ustiga o'zini tashlab, o'zini o'zi o'ldirdi. Unga ergashgan kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzuriga urush maydonidan chiqib kelib, siz Allohning elchisi ekaningizga guvohlik beraman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima bo'ldi deb so'radilar. U, siz biroz oldin bir kishini do'zax ahlidan degan edingiz. Bu so'zingiz insonlarni dahshatga tushirgandi. Men sizlar uchun u kishini kuzatdim. Jihodga u bilan birga chiqdim. Qattiq yaralandi va o'limni o'ziga shoshiltirdi. Qilichini yerga qo'yib, tig'ini ko'kragiga to'g'riladi va ustiga o'zini tashlab, o'zini o'zi o'ldirdi dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, albatta bir kishi insonlar nazdida jannat ahlining amalini qiladi, holbuki u do'zaxdir. Va bir kishi esa insonlar nazdida do'zax ahlining amalini qiladi, holbuki u jannatidir dedilar.